bitta qilib shularni ham deb gapirish kerak. Qilsam bir bola uyga borib xotiniga aytdi. Xotin debdi, ertaga bozordan kelaman, maqtanaman, onam o'tirgan bo'ladilar. Bugun bozor zo'r bo'ldi, qo'limizga tegmadi, shogirdlar charchab ketdi, ko'ribkalar pulga to'ldi deyman. Agar dadasi bozoringiz zo'r bo'lgan bo'lsa, 2 dona grill olib keling deysan, qani onamiz nimadir keldi. Ertasiga bozor, ertaroq aytmaymanmi dedi. Shunaqa zo'r bo'ldi, bunaqa bozor ko'rmagan edim. Haqiqatda korobkalar pulga to'ldi deydi. Qo'lga tegmayapti deydi. Kechqurun kelib xotin hammamiz o'tirdik. Bozor shunaqa bo'ldi dadasi, ayasi desa, ayasi dadasi agar bozoringiz zo'r bo'lgan bo'lsa 2 dona grill olib keling desa, işte bilaman. Onamning ko'zlari yalt yondida, agar o'g'lim bozor yaxshi bo'lgan bo'lsa, 1 dona to'rg'ama shashlik olib kelgin, qandaydir ko'nglim shuni tusab turibdi dedi. Tashqariga chiqib dodib yig'ladim deydi. Chunki men 40 ga kirayotgan bo'lsam, biror marotaba onam bunaqa shashlik olib kel, bunaqa yegim kelyapti demagan ekan. Nimaga? Malol kelmasin deydi.